Barchangizga salom. Yana bir bor xush kelibsiz. Siz qo'rquv olamidasiz. Demak biz boshladik. Men odatiy uyda, odatiy sharoitda yashayman. Ota-onam, bir singlim va men uyda yashaymiz. Men ulardan alohida uyda turaman. Bir kuni doimgidek ovqatlanib bo'lgandan so'ng o'z uyimga dam olishga va ishdagi vazifalarni bajarishga kirdim, o'tirdim. Biroz vazifa va topshiriqlarni bajardim. Onamning derazasi ko'chaga qaragan edi. Har doim ko'chadan shamol kirardi. Bu ovoz juda qo'rqinchli edi. Qo'rqinchli bo'lmasin, bu narsa bu uyda turishimga to'sqinlik qila olmasdi. Men bu uyni qandaydir juda yaxshi ko'rardim. O'zim istamagan holatda har doim shu uyda dam olardim. Shu uyda tunar edim. Yana doimgidek tashqaridan shamol kirdi. Lekin bu gal g'alati ovoz bilan. Go'yoki kimdir meni ismimni chaqirayotgandek, kimdir o'zi tomonga meni chorlayotgan edi. Bu narsa tabiiyki meni biroz qo'rqitdi. Men asta-sekin atrofga qaradim. Singlim men bilan hazillashyaptimi ekan deb o'yladim. Turdim, tashqariga qaradim. Tashqarida hech kim yo'q. Bu narsa biroz vahimali bo'lgani uchun eshikka, ya'ni tashqariga chiqib qaradim. Tashqarida umuman hech kim yo'q edi. Yana xonamga qaytdim. Xonamga qarab davom etdim. Taxminan 10 daqiqa o'tdi. Xuddi boyagidek narsa sodir bo'ldi. Kimdir mening ismimni aytib chaqirar, tashqaridan chaqirar edi. Bu go'yoki ayol kishining ovozi edi. Nima bo'layotganini tushunmasdim. Har gal tashqariga qarardim. Har gal hech kimni ko'rmas edim. Men bu narsa juda vahimaga sola boshladi. Lekin men baribir shu yerda dam olishni istardim. Boshqa xonalarga ham chiqib yotsam bo'lar edi, lekin yo'q. Faqat shu yerda qolishni xohlardim. Kamiga endi eshik ham g'ichirlar edi. Qandaydir juda g'alati ovozlar, eshik g'ichirlar, tashqaridan kimdir meni ovozimni chaqirar edi. Men divandan turdim va dedim: "Men bilaman. Sen meni ko'rib turibsan. Sen kimdirsan? Agar menga ziyon yetkazishni istasang, hoziroq chiq. Men sen bilan jang qilaman" dedim. Ovoz tinib qoldi. Taxminan 40 daqiqadan so'ng yana ovoz eshitildi. Bu gal dag'al va qo'rqinchli ovozda: "Men tayyorman. Men tayyorman." Ha, bu ovoz shamol bilan birga xonamga kirardi. Bu qandaydir mavjudotmi bilmayman. Uning hattoki ovozi ham meni vahimaga solib qo'ygan edi. Har 10 daqiqada 1 daqiqa davomida shu ovoz kelardi. Xonaga shamol bilan birga eshik g'ichirlashi va "Men tayyorman" degan ovoz. Bu juda qo'rqinchli va vahimali edi.